Aziz do'stlar, biz jonli efirdamiz. Siz kun nafasini tomosha qilyapsiz va Xurshidaxon, bu zamin, bu yurt iste'dodlar beshigi. Buni butun dunyo alohida bir e'tirof etadi. Jahon sivilizatsiyasiga o'z hissasini qo'shgan bobolarimiz bor. Buni ham alohida ta'kidlashimiz kerak. Tabiiyki, adabiyotda ham xalqimiz yetakchi bo'lishgan va hozirga qadar shu sababdan ulardan shunday iste'dod egalari yetishib chiqyapti. Biz Saida Zunnunovaning ijodiga bugun qisqacha to'xtalishni maqsad qilganmiz. Agar ijodkor hayot bo'lganida 100 yoshni qarshilagan bo'lardilar bu yilda. Ammo Saida Zunnunovaning ijodi, Saida Zunnunovaning bir oltin merosi menimcha yana uzoq yillar, nafaqat yillar, asrlar davomida o'quvchilarga xizmat qiladi. Aynan mana shu mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga Saidahmad domla hamda Saida Zunnunovalarning farzandi Nodira opa Husanxo'jayevani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xayrli bo'lsin. O'tgan ayyomlar bilan, kirib kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin. O'zingizlarga ham muborak bo'lsin. Tashakkur. Endi siz ikkita mashhur adibning, o'zbek xalqining adibining farzandisizda. Bu ikki karra faxr deyiladi. Biz juda ham qiziqamiz ularning tanishuvi o'zi aslida qanday bo'lgan, ularning munosabatlari bir-birlariga qanday bo'lgan. Odam Andijondagi o'qituvchilar institutini bitirgandan keyin o'qishni davom ettirishni istab Toshkentga O'rta Osiyo davlat universitetiga o'qishga keladilar. Ana o'sha davrda onam ancha ko'zga ko'ringan yosh shoira bo'lgan va mana shu poytaxtdagi adabiy hayotda ishtirok etgan, gazeta va jurnallarda she'rlari bosilib turgan. Shu sabab mana shu adabiy muhitda otam yozuvchi Saidahmad bilan tanishib qolishgan. Nashriyotlarda, yozuvchilar uyushmasida Va ijodiy kechalar ham bo'lgan bo'lsa kerak-da uyda. Ikkalasi ham bir-birini to'ldirib, bir-birlari bilan maslahatlashib yozishganmi mana shunday she'rlar deymizmi, hikoyalar deymizmi, hammasini. Endi albatta nima deydi, ikki adib turmush qurgandan keyin ular albatta bir-biriga maslahat berib, bir-birini asarlariga qandaydir tanqidiy bir qandaydir fikrlarni bildirib, shunaqa qilib bir-biri bilan hamjihat yashashgan. Joriy yilda Saida Zunnunovaning 100 yilligi keng nishonlanadi. Aynan mana shu ijodkorning shaxsiyati baribir juda ko'pchilikka qiziq. Tabiiyki, Saida Zunnunova haqida gap borganda doimiy ravishda ijod ahli o'quvchilar yangi o'zbek adabiyotining qirolichalaridan biri deb e'tirof etishadi. Saida Zunnunova nafaqat she'riyatda, balki hikoyalari bilan ham juda katta shuhrat qozongan ijodkorlardan biri. Aslida onangizning bolaligi haqida so'raganmisiz? Qanday o'tgan? Yoshlik chog'lari qanday o'tgan? Qanday qiz bo'lganlar? Ko'pchilikka qiziq menimcha. Onam Andijonda bir oddiy oilada tavallud topgan. Ularni otalari Ergashvoy Zunnunov ishchi bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan o'z zamonasini ilg'or insonlaridan bo'lgan, dunyoqarashi ilg'or bo'lgan. Nima uchun men bunday deyapman? Chunki ular o'z farzandlarini, ayniqsa qiz farzandlarini o'qimishli bo'lishini, qandaydir jamiyatda o'zini joyiga, mavqeiga ega bo'lgan insonlar bo'lishini istagan. Shaxs sifatida rivojlanib, qandaydir bir mukammal bir inson bo'lishini juda orzu qilgan inson bo'lgan. Va mana shu maqsad yo'lida eng to'ng'ich qizi Saidani qo'llab-quvvatlagan. Onam yoshlik paytidayoq she'r yoza boshlaganlar, maktabda o'quvchi bo'lib yurgan paytlarida. Va mana shu she'rlarni otalariga ko'rsatib, ulardan nasihatlar, qandaydir yo'l yo'riqlar olganlar. Otalari ularga shu maslahat berib, ularni qo'llab-quvvatlagan. Mana shu yoshlik paytidayoq onam o'zini ish faoliyatini boshlagan.
bizni uy arxivimizda 1939-40-41 yillarga oid ba'zi bir hujjatlar bor. U paytda onam 13-14 yashar qizcha edi. Lekin shunday yosh bo'lganiga qaramasdan, o'sha paytdagi Ferganskaya Pravda, Kommunist, Kommuna gazetalarida shtatsiz maxsus muxbir bo'lib ishlagan ekan. Hatto bizni uyimizda bir taklifnoma bor. Shaxsiy taklifnoma onamga 1941-yilda onam 14 yashar bo'lgan. Oktyabr inqilobini 24 yilligiga bag'ishlangan paradga minbarga shaxsiy taklifnoma. Minbarga. Ya'ni 14 yashar qiz ana o'sha paytda qandaydir bir shaxs sifatida ko'zga ko'ringan inson bo'lgan. Va juda faoliyatlarini erta boshlagan. Erta boshlagan ekan. Hozir aytyapsiz, men o'zi hayron qolyapman, o'zim ko'z oldimga keltiryapman. 14 yoshli qiz aslida hali bola-da. Lekin shaxs sifatida shakllangani tafakkuri kuchli va bo'lgan. o'sha davr rahbariyati ko'ziga tushgani ham bu yana ular o'sha yozgan she'rlarini Toshkentdagi poytaxtdagi gazeta va jurnallarga pochta orqali yuborganlar. Qizig'i shuki, men buni qayerdan bildim? Bu haqda onam menga aytmagan. Men mana shu keyingi yillarda uy arxivimizni o'rganganimda javob xatlarini topib oldim. Ya'ni mana shu poytaxtdagi ko'zga ko'ringan gazeta va jurnallarni bosh muharrirlari Andijondan kelgan bir o'quvchi qizni she'rlarini o'qib, ularni tahlil qilib, ularga nasihatlar, yo'l yo'riq ko'rsatib, mana shu javob xatlarini yozishgan. Mana shunday e'tibor bo'lgan ekan yosh talantga. Balki shuning uchun ham bular mana shunday qisqa umrda mana shunday yetuk shoira va adiba bo'lib yetishgandirlar. Onangizning asosiy she'rlarida va hikoyalarida qaysi mavzular ilgari surilgandi? Onamni she'rlari asosan lirik she'rlar. Bular muhabbatga, oilaga, sadoqatga, do'stlikka, vatanga muhabbat mavzulariga bag'ishlangan. Va hikoyalar haqida gaplashdik-ku. Juda ko'plab hikoyalar chop etilgandi. Yangi direktor, yanglishmasam shunday hikoyalar. Qissa edi bu. Maktab direktori haqida, maktab faoliyati haqida edi. Bunga sabab nima bo'lgan? Hech so'rab ko'rganmisiz? Hali aytdim-ku, onam ish faoliyatida, ya'ni oldin birinchi shu Andijondagi o'qituvchilar oliygohini bitirganlar va bir muddat shu Andijon viloyatida maktablarda ishlaganlar. Mana shu sabab qandaydir shu maktab hayoti, o'qituvchilarning hayoti ularga yaqinroq bo'lgan, ularning muammolarini ichdan ko'rganlar. O'ylaymanki, shu sababdan mana shu yangi direktor degan qissani yozganlar. Maktab muammolari va maktab hayoti haqida. Va onangizni bizga, avlodga, umuman o'zbek xalqiga uchun yozgan o'sha asarlarini nima deb, mana shu merosni siz o'zingiz nima deb ata olasiz? Onamni ko'pincha shoira deyishadi. Lekin ular faqat she'r va dostonlar yozmagan. Ular hikoyalardan tashqari qissalar yozganlar, pyesalar yozganlar. Ana o'sha 60-70 yillarda teatr sahnalarida onamni bir qator pyesalari ham namoyish etilgan. Ana o'sha davrni mavzulariga bag'ishlangan pyesalar bo'lgan. Bundan tashqari o'zingizlarga ma'lum Mushtum degan jurnal bor edi. Hozir bilmayman bormi yo'qmi. Mana shu Mushtum jurnaliga ham qator hajviy hikoyalar yozib berardilar. Ya'ni hajvida ham o'zlarini sinab ko'rganlar. O'ylaymanki, agar mana shunday ularni hayotlari shunday uzilib qolmaganda, mana shunday yosh paytlarida balki romanga ham qo'l urishlari mumkin edi. Mumkin edi, chindan ham. 49 yil bo'libdi. O'zbek xalqi Saida Zunnunovani yo'qotganiga. Chunki mana shu menimcha to'g'ri ta'rif bo'ladi. O'zbek xalqi ana shunday iste'dod egasini yo'qotganiga 49 yil bo'libdi.
Saida Zunnunovaning yozilgan lekin nashr etilmagan asarlari ham bormi? Va hozir mana kitob do'konlarini aylanib yurganingizda onangizning asarlariga qanchalik tez-tez ko'zingiz tushadi peshtaxtalarda? Onam 1977-yilda olamdan o'tganlar. Ana o'sha paytda 3 tomlik tanlangan asarlarini chop etishga tayyorlagan edilar. Shuni birinchi jildini ko'rishga ulgurib qolganlar. Ana o'sha birinchi jildi chop etilganda otam kasalxonaga olib borib, onamning qo'liga shu birinchi jildini olib borib berganlar, shuni ko'rishga ulgurganlar. Keyingi o'sha tanlangan asarlarni 2-3 jildini ko'rmaganlar. Ana o'shandan keyin ancha vaqt bir uzilish bo'ldi. Ularning asarlari ancha vaqt chop etilmay turdi. Keyin 2000-yilda otam ularni tanlangan asarlarini yana chop ettirdilar. Sharq nashriyotida. Mana shu tanlangan asarlarga onamni So'qmoqlar degan qissalarni ham kiritdilar. Bu qissa 60-70-yillarda Sharq yulduzi jurnalida bosilgan edi, lekin juda ko'p bahslarga, juda ko'p munozaralarga sababchi bo'lgan edi va tanqidga ham uchragan edi. Shu sabab alohida bir kitob bo'lib chiqmagan edi. Biron bir nima deydi, to'plamga kiritilmagan edi. Mana shu So'qmoqlar qissasini ham otam 2000-yilda tanlangan asarlar to'plamiga kiritdilar. Hozirgi kunda deyarli barcha asarlari onamni chop etilgan. Lekin men keyingi yillarda ota-onamni bir-biriga yozgan yozishmalarini ham alohida kitob qilib chop etdim. Chunki bular juda ana o'sha davrni haqida qandaydir bir juda yaxshi bir tasavvur beradi. Ikki ijodkorni boshidan o'tgan mana shu voqealarni qandaydir o'quvchilar shu xatlardan o'rganadi, qanday qiyinchiliklarni boshidan kechirganini. Keyinchalik yana mana shu arxivimizda topilgan onamni qatag'on yillarida tutgan kundaligi. Shuni ham Tafakkur jurnalida chop ettirdim. Bu ham juda bir yoshlarga o'rnak bo'ladigan, o'qib mulohaza qiladigan bir nima bo'lgan mana shu kundaliklar ham. Bugun peshtaxtalarda ko'ryapsizmi? Saida Zunnunovaning asarlarini, kitoblarini? Ha, hozirgi kunda Turon nashriyoti tomonidan onamni hikoyalar, 2 hikoyalar to'plami va 2 she'riy to'plamlari nashr etilgan. Ular magazinlarda bor. Va O'zbekiston Milliy arxivi o'zbek xalqining buyuk yozuvchisi Said Ahmad va shoira Saida Zunnunovaning hayoti va ijodi faoliyatlarini aks ettiruvchi 1940-2008-yillarga oid 1167 ta hujjatlar to'plamini qabul qilib olgan. Bu haqda O'zbek arxiv agentligi axborot xizmati xabar bergan va bularning hammasi o'z ichiga nimalarni oladi? Jurnal sahifalar va ularning she'rlari, hikoyalari, yozishmalari, hamma bu materiallar mana shu arxivga saqlangan ekan va mana shularni yig'ishda siz yordam bergan ekansiz. Nimalarga ko'p e'tibor berdingiz? Qanday yig'ilish jarayonlari ketdi? Bilasizmi, men bu arxivni uzoq yillar avaylab asrab saqladimda, keyinchalik o'ylanib qoldim. Har bir insonning hayoti o'lchamli. Chunki qachongacha men bularni saqlayman? Keyinchalik nima deydi? Bularni kim saqlay oladi? Yo'qolib ketish xavfi bormi, yo'qmi? Chunki qandaydir menda mana shu o'zbek adabiyoti oldida, qandaydir keyingi avlodlar oldida qandaydir mas'uliyat bor meni bo'ynimda. Shu o'ylab mana shu uyimizdagi barcha arxivlarni raqamlashtirdim. Dokumentlarni, qo'lyozmalarni hammasini skanerlab, elektron variantlarini yaratdim. Bundan tashqari elektronniy variantlarga ham uncha ishonch yo'q. Bilasiz, kompyuterdan o'chib ketib qolishi mumkin, haligi jostkий diskdan ham o'chib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu qo'lyozmalar, mana shu hujjatlarni kserokopiya ham qilib, qog'ozda variantlarini ham qildim. Va mana shu variantlarini uyda qoldirib, asl nusxalarini davlat arxiviga topshirdim. Mayli, biz hozir
ikki mashhur adibning ijodiy xususiyatlari haqida gaplashyapmiz-ku. Ota va ona sifatida siz baribir farzandsiz. Nimalarni ko'proq eslab qolgansiz? Keyinchalik o'qib, ular qanday ota-ona bo'lganini his qilgansiz? Ana shular haqida gapirib bering. Zero bu ana shunday bir insonlarning, komil insonlarning ota va ona sifatida, oila sifatida shu qadamlari, yurishlari hozir bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga ham bir o'rnak bo'ladi-da. Ana shu muhabbat o'rnak bo'ladi. Ana shu hurmat, ana shu farzand tarbiyasiga bo'lgan e'tibor o'rnak bo'ladi. Ana shular haqida gapirib bera olasiz? Ota-onam menga juda ham shu kitob o'qishni ko'p maslahat berishardi. Yoshligimdan kitob o'qishga undashgan. Buni sababi ham bor. Chunki onam ham juda erta mana shu kitobga mehr qo'ygan. Hattoki mana shu uy arxivimizda onamga kelgan javob xat bor. Narkom просвещения, ya'ni Xalq ta'limi vazirligidan 1941-yilda onamni nomiga xat kelgan. Sizning talabingizga binoan Ostrovskiy nomidagi Andijon o'rta maktabiga 41 ta kitob yubordik degan va kitoblarning ro'yxati. Shundan men bildimki, onam ta'lim vazirligiga xat yozgan. 13-14 yoshlarida. Ha, maktab o'quvchiligi paytida Toshkentdagi ta'lim vazirligiga xat yozib, menga mana shu kitoblar kerak, men shularni o'qimoqchiman degan. Va shu ta'lim vazirligi mana shu qizni so'rovnomasiga binoan, iltimosiga binoan Andijon shahridagi Ostrovskiy nomidagi maktabga 41 dona kitob yuborgan. Ro'yxati bilan va onam mana shu kitoblarni o'qigan. Shu sabab bo'lsa kerak, o'zlarida mana shu kitobga mehr bo'lgani uchun meni ham yoshlikdan kitob o'qishga undaganlar. Endi onam juda menga nisbatan ancha qattiq qo'l edilar. Ko'p narsalarga ruxsat bermasdilar, ko'p nasihat qilardilar. Lekin otam boshqacha edilar. Ular meni ko'proq erkitardilar, hech urishmasdilar. Biron narsani qilmagin yoki uni kiymagin degan gapni eshitmaganman. O'zlari haligi nima deydi, zamonaviy kiyimlarni ham o'zlari olib kelardilar. Hattoki pardoz, andoz narsalarni ham menga olib kelib berardilar. Hech qandaydir bir taqiqni otam tarafidan ko'rmaganman. Onam tarafdan bor edi. Ular qandaydir nima deydi, qattiq qo'l edilar menga. Yozuvchilik o'z yo'liga, lekin farzand tarbiyasiga alohida bir e'tibor berishgan. Oilaga vaqt doim yetarli bo'lgan. Keyin otam juda yaxshi fotograf bo'lganlar. Ular yoshligida ijod faoliyatlarida muxbirlik qilganlar gazeta va jurnallarda, shunda fotokorrespondent ham bo'lganlar. Shuning uchun uyimizda juda ko'p tarixiy fotoplyonkalar bor. Ana o'sha fotoplyonkalarni ham hozir arxiv haqida gapirdik. Men O'zbekiston kinofoto dokumentlar arxiviga borib topshirdim. Kinoplyonkalar, fotoplyonkalarni. Mana shu fotografiyani sirlarini yaxshi bilganlar uchun meni bolaligimda ham shu narsaga o'rgatganlar. Kechasi qorong'ida chiroqlarni o'chirib, qizil lampani yoqib, ikkalamiz surat ishlardik. Ana o'sha davrlar ham juda bir ajoyib davrlar edi. Tez-tez eslab turaman. Yana qandaydir hali e'lon qilinmagan deylik she'rlar yoki asarlarni kutsak bo'ladimi sizning arxivingizda? Yoki hammasini bo'ldi, topshirdim, berdim deya olasizmi? Chunki bu ikki buyuk ijodkorning ijodiyoti nazarimda hali tugamaydi-da. O'sha yozishmalardan kelib chiqib balki nimadirlar qoralamoqchidirsiz. Onam o'sha yoshligida ijod faoliyatini boshida Dildor va Sodiq degan bir doston yozganlar. Shu haqda qandaydir ma'lumotlar bor, lekin kitob shaklida saqlanib qolmagan. Shuni yaqinda qo'lyozmasini topib oldim. Qo'lda yozilgan, siyohli ruchkada yozilgan ekan, lekin oxirgi betlari yo'q, boshi bor, oxiri yo'q. Keyin mana shu qo'lyozmani o'qiganimda bildimki, hali shoira sifatida uncha shakllanmagan ekanlar. Shuning uchun no'noq bir jumlalar, qandaydir kelishmagan qofiyalar ham bor. Lekin shu bilan birga qandaydir bir chiroyli o'xshatmalar, qandaydir bir hissiyot
qandaydir o'zgacha bir ruh bor mana shu dostonda. O'ylaymanki, mana shu dostonni keyinchalik biron bir to'plamga kiritmaganliklarini sababi shu dostonga qandaydir tanqidiy ko'z bilan qaraganlari bo'lsa kerak. Shuning uchun kiritmaganlar keyinchalik biron bir to'plamga. Shuning uchun men ham uni bosmaslikka harakat qildim, qaror qildim bosmaslikka, lekin u baribir tarixiy bir hujjat bo'lgani uchun, adiba sifatida shakllanish yo'lida qandaydir bir pog'ona bo'lgani uchun uni ham davlat arxiviga topshirdim. Tushunarli. Va chekka hududlarga ham, ta'lim dargohlariga ham iloji boricha borib, o'zingiz talabalar bilan suhbat qurishga, ularni ham mana shunday ijodiy maydonga, ijodiy ruhga olib kirishga ham qaysidir ma'noda o'z hissangizni qo'shyapsiz. Va ularning qiziqishlari, talabalarning ijodga, ota-onangizning ijodiga aynan. Albatta, qayerga borganimdan qat'iy nazar, albatta yozuvchi Said Ahmadni va shoira Saida Zununovani farzandi deb menga juda hurmat bilan qarashadi. Qandaydir mana shu ularni ijodiga bo'lgan hurmatini, mehrini menga shu ifoda qilishadi. Men bundan juda xursand bo'laman. Albatta faxrlanaman. Saida Zunnunovaga havas qilib she'r yozishni boshlaganlar juda ko'pda, bugungi yosh shoiralar orasida ham. Ular o'z she'rlarini tabiiyki sizga ham yuborishadi, sizga ham o'qib berishadi. Menimcha, men shunday deb o'ylayman-da, hech bo'lmasa sizdan maslahat so'rashadi-da. Ular orasida ana shu Saida Zunnunovaning izdoshlari yetishib chiqyapti, bor deya ayta olasizmi? Endi bilmadim. Hech bo'lmasa Lekin qarashlari o'xshaydiganlari bormi? Balki bordir, lekin hali uchratmadim. To'g'risini aytsam, ko'proq Uchratsangiz maslahat berishga tayyormisiz? Albatta, ko'proq nima deydi, Zulfiya izdoshlari shular bor, lekin Saida Zunnunova izdoshlari deb qandaydir bir qizlar menga murojaat qilganini eslolmayman. Agar murojaat qilishsa, eshiklaringiz ochiq. Albatta, Doimo. albatta. Ana shuni inobatga olishingizni so'ragan bo'lardik, hurmatli qizlar. Aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, studiyamizda Nodira Husanxo'jayeva mehmonda bo'ldilar va biz adibimiz Said Ahmad, shoiramiz Saida Zunnunovaning hayot yo'llariga ozgina to'xtaldik. Darhaqiqat 2026-yilda, joriy yilda agar Saida Zunnunova hayot bo'lganda 100 yoshni qarshilagan bo'lardilar. Tabiiyki mamlakatimizda shoiraning 100 yilligi keng tantana qilinadi. Sizga kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Sizlarga ham Sog' bo'ling. Qayerdadir no'noqlik qilib savol bera olmay qolgan bo'lsak, uzr so'raymiz, chunki baribir siz kabi buyuk iste'dod egalarining farzandi studiyaga kelganda, menimcha har qanday tajribali boshlovchi ham sal dovdirab qolsa kerak. To'g'ri tushunasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat, omon bo'ling.